Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun yana bir ishimizni yakunladik. Andijon viloyat Buloqboshi tuman Qo'rg'oncha qishlog'iga qo'yilgan ishimiz Akfa oq alyumin Alpro materialiga bo'lgan. O'sha 17,5 metrga teras olib kelib qo'yib berganmiz. Bo'ylari 2-3, har bitta oralig'idan 5 ko'z qilib o'rtadan bittadan ochilish qilib berganmiz. Ikkita joyiga eshik qo'yib berganmiz. Ustullarini arka fondora berganmiz har doimgidek. Ichilari kraft armiyashkasidan qo'yib berganmiz. Yopilishlarni ham yaxshi qilib qo'ysa. Tagiga granit podagonni qo'yib berganmiz. Hop. Ularimiz o'sha uzunligi 17,5 metr bo'lgan. Bo'ylari 2 metr. Akfa Alpro oq alyuminga oq bir qavat oyna. Ochilishlari dog'lasa yaxshi. Ruchkalarni ham tumalak katta avusma ruchkadan qo'yib berganmiz. Alvit ruchkalardan. İşimizni Alpro materialni oqiga qilib berganmiz. O'sha 36 kvadrat atrofida ishimiz bor. Kvadrat 470 ming atrofidan tushdi. Alproga bo'lgan, Akfaga emas. Kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99lik 909 95 91. Telegram, WhatsApp, imo hammasi ishlayapti. Xizmatlaringiz har doim.